Avvalambor, assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan, sizlarga yana dars o'tayotganimdan judayam xursandman. Chunki bugun biz 5-sinfning hayvonot dunyosi berilgan mavzularda ko'rishib, gaplashib turibmiz. Ya'ni 12, 13, 14-mavzular haqida gaplashamiz. Hop, hayvonot dunyosi 5-sinf darsligi bo'yicha berilgan ma'lumotlarni sizlarga aytib o'tishlikni boshlayman. Hayvonot dunyosi yoki hayvonot dunyosining xususiyatlari. Bunda hayvonlar erkin harakatlana oladi, ya'ni yugura oladi, suza oladi, ucha oladi. Har bittasiga misollar o'zinglar juda yaxshi bilasizlar. Yugura oladi ot, suza oladi baliqlar, ucha oladi qushlar. Demak, barcha hayvonlar geterotrof usulda oziqlanadi. Ya'ni tayyor organik oziq bilan ovqatlanadi, oziqlanadi. Qushlarni, ya'ni qushlar deyapman ekan. O'simliklar singari quyosh nuridan ozuqa ololmaydi. Ya'ni o'simliklarni yeb yoki boshqa bir hayvonni yeb oziqlanadi. Keyingisi hayvonot dunyosida endi asab sistemasi yaxshi taraqqiy etgan, nerv sistemasi. O'simliklarda bunday emas. Ya'ni qaysi o'simlikni ko'rdingiz, ular sizga javob qaytarganini teginsangiz yoki uni ushlab ko'rsangiz. Hayvonlarda esa bor asab sistemasi, nerv sistemasi, ularga teginsangiz sizga javob qaytaradi. Hayvonot dunyosidagi tuzilishlik birinchi bo'lib hujayradan boshlanadi. Barcha tirik organizmlar singari, ya'ni hujayra o'simlikda ham, hayvonlarda ham, bizni ham barcha tirik organizmlarning eng kichik birligi hisoblanadi. Ya'ni hujayra darajasida tirik bo'la oladi. O'simlik ham, hayvon ham shunday. Hujayralar birlashib to'qimani hosil qiladi. To'qimalar esa bir nechtasi bir xil vazifani bajarishga moslashib organni hosil qiladi. Va organlar sistemasi esa yaxlit organizmni hosil qiladi. To'qimani o'zini turlari bor va bu hayvonlarda 4 xil qoplovchi, biriktiruvchi nerv, muskul to'qimalari berilgan ushbu slaydimizda. Ammo qoplovchi to'qimani o'rniga biz epiteliy to'qimasi deb ishlatsak juda yaxshi va ma'qul bo'ladi. Chunki qoplovchi to'qimani hayvon organizmida biz epiteliy deb ataymiz. Organlar sistemasiga esa nimani misol qilishimiz mumkin? Bitta organ oshqozon, bitta organ og'iz desak, ularni endi birlashib ish qilishligi hazm qilish sistemasini hosil qiladi. Organlar sistemasida xuddi shular aytiladi. Burun, nafas yo'llari va o'pkani birgalikda ishlashligi nafas olish sistemasini tashkil qiladi. Qon aylanish sistemasida esa yurak va qon tomirlarimiz birlashib ish ko'rishi mana shu qon aylanish sistemasini hosil qiladi. Ayrish sistemasida esa buyraklarimiz ham qatnashadi. Keyingi ma'lumotlarga o'tamiz bo'lmasa. Tabiatdagi ahamiyati hayvonlarni oziq zanjirida ishtirok etishi. Ya'ni oziq zanjirida hayvonlar ishtirok etmasa, biz o'zimiz ham och qolamiz va boshqa hayvonlar ham och qoladi. Keyingisi tabiat sanitari bo'la oladi. Ya'ni o'lik qoldiqlarini, turli xil organik qoldiqlarni ular yeb, o'simliklar o'zlashtirishi uchun osonlashtirib qo'yadi. Masalan, yomg'ir chuvalchangi, go'ng qo'ng'izlari mana shunaqangi tabiat sanitarlaridandir. Biofiltrlar, suvni tozalab beruvchilar. Ularga ikki pallali mollyuskalarni kiritishimiz mumkin. Undan tashqari o'zi qisqichbaqalarni kiritsak ham bo'ladi. Daryo qisqichbaqasi ham suvdagi qoldiqlar bilan oziqlanib, uni tozalaydi. Suvni tozalaydi. Changlatuvchilar. Bu nomni eshitganinglarda o'z-o'zidan asalarilar xayolimizga, miyamizga keladi. Ya'ni asalarilar gullarimizni changlatib bermasa, bizdagi ozuqa, ya'ni gullarni changlatmaganda 4 yilgacha yetadi degan fakt bor. Bu olimlarning fakti. Asalarilar agar gullarni changlatmay qo'ysa, insoniyat va mana shu butun dunyo 4 yilgina yashaydi deyiladi. Ya'ni 4 yildan keyin ular qirilib ketadi. Ozuqa yetishmasligidan. Shuning uchun asalarilar mana shunday changlatib ishlab turganiga rahmat. Alloh shunday mo'jizakor hayvonlarni yaratib qo'ygan. Shuning uchun Allohga ham shukronalik keltirishimiz kerak. Keyingisi bizda urug' tarqatuvchilar. O'simliklar o'zlari urug'larini bitta qit'adan ikkinchi qit'aga jo'nata olmaydi.
Ularni qushlar yoki boshqa bir hayvonlar berkitishi, yeyishi, iste'mol qilishi orqali o'zi bilan birgalikda olib ketadi. Ikki xil qushni aytib o'tamiz. A, nima desak bo'ladi? Hakka va chumchuq. Chumchuq gilos, ya'ni olcha mevasini tashqarisini ila yesa, endi hakka uni danagi bilan yutib yuboradi. Tashqarisini ila yesa, danak o'sha yerda qoladi, urug' shu yerda qoladi. Bu natijasida u uzoqqa tarqamaydi. Hakka o'zi bilan yutib yubordimi, endi danagini, ya'ni urug'ini o'zi bilan birgalikda olib ketadi. Qayerga uchib borsa, o'sha yerga qoldiradi. Mana shu holatda u olchami, u boshqa bir mevami, uning urug'i tarqaladi va o'sha yerdan yangi o'simlik o'sib chiqadi. Olmaxonlar o'zlarini topgan yong'oqlarini berkitib qo'yadi. Multfilmlarda juda ham ko'p ko'rganmiz va ana shu berkitib qo'ygan joyini esidan chiqarib qo'ysa, ana shu joydan yana yangi daraxti yong'oq mevalari, ya'ni yong'oq daraxtlari o'sib chiqadi. Shu holatda tarqaladi. Hayvonot dunyosini tabiatdagi ahamiyati shulardan iborat. Endi inson uchun ahamiyati-chi? Foydali bo'lganlari oziq-ovqat beradi, sanoat xomashyosi bo'la oladi, transport bo'la oladi yoki qo'riqchi yoki dorivorlik xususiyatini bera oladi. Foydalilari oziq-ovqatga go'sht, tuxum berishadi. Sanoat xomashyosi uchun jun, patlar beradi. Transport uchun oldingi davrda ko'plab ishtirok etgan aynan bu transportlar hozir ham bor, ammo sport yo'nalishida boqilmoqda. Ot. Eshakdan esa ayrim joylarda transport vositasi sifatida ishlatilmoqda. Keyingisi qo'riqchi it. Jonli qo'riqchi. Jonsizlari ham hozirda ko'payib ketdi. O'zimizda video kameralar va bundan tashqari signalizatsiyalar bu qo'riqchi itimizni o'rnini olib qo'ymoqda. Keyingisi dorivor xususiyatlar. Ilon zahari. O'zi zahar deyilyapti, ammo bundan me'yorda foydalansak, u ham shifo bo'lmoqda. Mana shunday bir jumla bor edi. Biz o'tgan safargi darsimizda aytib o'tgandik. Zaharning me'yorda foydalanishlik uni dorivorlik xususiyatiga aylantirishi mumkin. Dorivor vositalarni me'yordan oshiqcha foydalanishlik esa uni zaharlilikka olib borishi mumkin. Shuning uchun hamma narsani ham me'yorda ushlashlik yaxshi. Keyingisi bo'rsiq yog'i. Bundan ham dorivorlik xususiyatida foydalanishimiz mumkin. Endi zararli holati hayvonlarda. Kasallik tarqatuvchi bo'lishi mumkin. Pashsha, chivinlar kasallik tarqatadi. Juda ham bir yomon, ko'ngilga tegar kasalliklar tarqatadi. Keyingisi kasallik qo'zg'atuvchilari. Qo'zg'atuvchilarga leyshmaniya, tripanosoma kiradi. Leyshmaniya bizni yuzlarimizda va terlarimizda ho'l yara hosil qiladi. Juda ham yomon. O'zbekistonning Voha tomonida juda ham ko'p tarqalgan edi, ammo buni Isay va Borovskiy degan olimlarimiz oldini olgan va O'zbekistondan chiqarib yuborishiga sabab bo'lgan. Ammo hozirda ham uchrab turibdi ayrim hududlarimizda. Tripanosoma bizdan uzoqda joylashgan materiklarda tarqalgan, ya'ni Afrika qit'alarida bu odamni qon zardobida yashaydi va unga uzoq muddatli uyqu kasalligini qo'zg'atadi. Ya'ni uxlab qoladi, shu bo'yi turmaydi. Shunaqa. Endi hayvonot dunyosini asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan xaritasi, sistematikasi, buning klassifikatsiyasi. U shulardan iborat. Birinchi bo'lib daftar ruchka olamiz va mana shu joyda yozilgan eng yuqorisida hayvonot dunyosi deb yozilgan. Mana shu joydan boshlaymiz. Ya'ni hayvonot dunyosi ikkiga bo'linglar. Ikkiga bo'lganimizda bir hujayralilar, ya'ni sodda hayvonlar. Endi bu yoqda ko'p hujayralilar. Sodda hayvonlarni o'zidan ketamiz biz. Bir hujayralilar. Ustiga bossak ma'lumoti. Sodda hayvonlar tanasi bitta hujayradan iboratligi uchun bularni sodda hayvon deyapmiz. Hali ixtisoslashmagan. Hujayrasida hazm qiluvchi va qisqaruvchi vakulalar mavjud va suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Asosan ikkiga bo'linish yo'li bilan ko'payadi bular.
va buni ichida quyidagi sinflar berilgan: soxta oyoqlilar. Soxta oyoqlilardan amyoba. Amyobani tanasi o'zgaruvchan, ya'ni qalin qobiqqa ega emas. Buni tanasi bir tomchi suv kabi qaysi tomonga egilsa, shu tomondan soxta oyoqlar hosil qilib, tanasini shaklini o'zgartiraveradi. Mana shu soxta oyoqlari yordamida harakatlanadi va oziqlanadi. Undan keyingisi bizda yashil evglena. Yashil evglenani o'zi rangi ichida xlorofil pigmenti bo'lganligi sababli yashil bo'ladi va buni xivchinlari mavjud bo'ladi. Xivchinlari yordamida o'zindagi qizil ko'zchasi, ya'ni qizil dog' bor. U yuqori ta'limga o'tganlarda stigma deb ataladi. Shu qizil ko'zchasi yordamida quyosh nuridan ta'sirlanib, xivchinlari orqali harakatlanadi va shu holatda avtotrof ham oziqlanadi. Agar quyosh nuri bo'lmasa, geterotrof ham oziqlanadi. Keyingisi infuzoriyalilardan infuzoriya tufelkasi. Infuzoriya tufelkasini nomi bunday bo'lishining sababi ko'rinishi tuflining tag charmiga o'xshaydi va kipriklari yordamida harakatlanadi bu. Ana bir hujayralilarni ham tugatib oldik. 5-sinf doirasida albatta. Ko'p hujayralilar tomoniga o'tamiz. Ko'p hujayralilar o'z navbatida umurtqasizlar va umurtqalilar katta tiplarga bo'linadi. Umurtqasizlar o'zini ichida quyidagilarga bo'linadi va biz bulardan bo'shlig'ichlilardan boshlasak. Bo'shlig'ichlilar. Bularni tanasi ikkita qism, ya'ni ikkita qavatdan iborat: ektoderma va endoderma. Hazm qilish jarayoni ikki bosqichda. Tana bo'shlig'ida bir marta, ya'ni endoderma tomonida bir marta va endoderma ichidagi hujayralarda, hazm qiluvchi hujayralarda ikkinchi bosqichi amalga oshadi. Nerv sistemasi juda ham sodda tuzilgan, shuning uchun taassurotlarga kech javob qaytaradi. Masalan, gidrani olib turib unga nina tekkizilsa, u birozdan so'ng sezadi va o'sha nina tekkizilgan tomonni emas, barcha qismlarni tengdaniga yig'ib oladi. Tengdaniga yig'ib oladi. Ammo regeneratsiya xususiyati juda ham kuchli. Juda ham kuchli. Gidrani olib turib, uni bo'lsangiz, ikkiga bo'lsangiz, ikkala bo'lak yana qaytadan gidrani hosil qiladi. 3ga bo'lsangiz, uchala bo'lak, 4ga bo'lsangiz, to'rala bo'lak yana qaytadan gidrani hosil qiladi. O'zi gidra deb turib nom berishligi sabab esa Gerakl afsonasini eshitganlar yoki uni kinosini ko'rganlar bo'lsa, 3 boshli ajdarho bilan Gerakl urushar edi va u boshli ajdarhoni bitta boshini uzsangiz, u boshi yana qaytadan o'sib chiqar edi. Har bitta boshini uzib yuborsanglar, qaytadan o'sib chiqaverar edi va shu sababli gidrani ham bo'lsangiz qaytadan o'sib, yana boshqatdan gidrani hosil qilyaptimi? Shu holatda uni u ajdarhoga moslab, ya'ni u dinozavr ajdarhoga moslab nomlab qo'yishgan. Gidrani paypastlagichlarda otiluvchi hujayralar bor va otiluvchi hujayralar o'ljasini falajlab qo'yadi. Falajlangan o'ljani u gidra osonlik bilan o'zini ichiga yutib oladi. Aktiniyalar mana shu bo'shlig'ichlilar sinfiga mansub. Ular gidradan biroz katta bo'ladi va uni paypastlagiчлari ko'pgina bo'ladi gidradan ko'ra. Keyingi bo'shlig'ichli hayvonimiz bu meduza. U reaktiv harakat qiladi. Keyingi ma'lumotlari bu yerda beriladi. Meduzalarning ko'rinishi soyabonga o'xshaydi va soyabonni yopganda u ichidagi suvni siqib chiqarib reaktiv harakatlanadi. Meduzani paypastlagichlarida otiluvchi hujayralari bor, xuddi gidrani singari, va u otiluvchi hujayralar yordamida bizni ham falajlab qo'yishi mumkin. Meduzalar o'zi ko'rinishdan chiroyli hayvonlar, ammo ular bizga birmuncha xavf tug'diradi. Keyingi tipimizga o'tamiz. Bo'shlig'ichlilardan so'ng yassi chuvalchanglar. Yassi chuvalchanglar haqida ma'lumotlarimiz bulardan iborat. Yassi chuvalchanglar tanasining orqa qismi o'rtadan chetga tomon yassilashib ketgan. Yassi. Ikki tomonlama simmetriyaga ega, ya'ni tanasidan xayolan chiziq o'tkazsak, uni ikkala tomoni ham bir xil holatda ko'rinadi. Ikki tomonlama simmetriyaga ega.
Tana bo'shlig'i bo'lmaydi bularda. Hazm tizimi esa judayam oddiy. Og'iz, halqum va ichak. Bo'ldi. Mana shu tizim shularni hazm tizimi. Ayrim vakillari parazitlik qilib kun kechiradi. Keyingisi parazitlik qilib kun kechirgandan keyin unga birmuncha tizimlar kerak emas. Lekin bular ichidan erkin yashaydigan yirtqich turi bor. Oq planariya ismi. U 2-3 santimetr keladi va uning og'zi qornida joylashgan. O'zini o'ljasini butun boshli tanasi bilan o'rab olib, keyin uni yeydi. Parazitlari-chi? Parazit turlariga jigar qurti, qoramol tasmasimon chuvalchangini kiritishimiz mumkin. Va ular mana shu uchalasi. Oq planariya. Chuchuk suvda erkin yashaydi. Yirtqich hisoblanishligini aytib o'tdik va bunda ham regeneratsiya xususiyati juda kuchli rivojlangan. Olimlar aytishi bo'yicha bu fakt. Agar oq planariyani 200 ga bo'lib olsangiz, 200 ta oq planariya hosil bo'ladi. Mana shunaqa. Jigar qurti. Bu umurtqali hayvonlarni jigarda parazitlik qiladi va o't suyuqligi bilan oziqlanadi. Hazm tizimi mavjud bunda. Parazit bo'lsa ham. Keyingisi qoramol tasmasimon chuvalchangi. Bu bizning, ya'ni odamlarning ichagida parazitlik qiladi. Hazm tizimi bunda yo'q. Yo'qolib ketgan. Sababi bu hazm qilish shart emas. O'zi hazm bo'lgan oziq bilan oziqlanadi parazitlik qilib. Oziq moddani esa butun boshli tanasi bilan shimib oladi. Og'zi orqali emas. Keyingisi yassi chuvalchanglardan so'ng to'garak chuvalchanglar. To'garak chuvalchanglar mana odam askaridasi, rishta va bo'rtma nematodalar bu to'garak chuvalchanglarni vakili hisoblanadi. Odam askaridasi haqida, birinchi to'garak chuvalchanglar haqida ma'lumot berib o'tamiz. To'garak chuvalchanglarni ko'ngdalang kesmasi, ya'ni to'garak chuvalchangni mana shu holatda olsak, buni mana bunday kessak, ichkaridan yumaloq shaklda bo'ladi. Shuning uchun to'garak shaklda deyiladi bu. To'garak shakli deyiladi. Tashqi tomondan juda ham qalin po'st, kutikula bilan qoplangan. O'zi kutikula so'zi ma'nosi yupqa degani, lekin u pishiq bo'lganligi uchun o'sim bilan qoplangan. Kutikula bilan. Xo'p, tana bo'shlig'i bor bularda. Chunki ko'ndalang kesmasi dumaloq bo'lyapti-da, buning ichida tana bo'shlig'i bo'ladi. G'ovak to'qima bilan to'lgan bo'ladi. Askarida endi aynan askarida haqida ma'lumot berib o'tamiz. Odamni ichki organlarida parazitlik qilsa, rishta uni paylarida parazitlik qiladi. Ya'ni odamni paylarida. Mana bo'g'inimiz bor-ku, bo'g'inimizda pay joylashgan. Mana shuni yeb oziqlanadi. Oyoq payida, qo'l payida oziqlanadi. Bo'rtma nematoda esa o'simliklarda parazitlik qiladi. Har birini o'zining xususiyatlari bilan ham qisqacha tanishib o'tamiz. Odam askaridasi odamni ichagida parazitlik qilyapti. Uni yuqtirib olishimiz uchun biz iflos qo'l yoki yuvilmagan qo'l bilan sabzavotlarni yeb qo'ysak bo'ldi. Shunda yuqtiramiz. Rishta bu suv orqali yuqadi. Ya'ni suvning ichida siklop degan hayvon bo'lsa, u siklopni biz yutib olishimiz hisobiga shu rishta yuqadi. Siklopni esa biz ko'zimiz ilg'amaydi, juda ham mayda hayvon. Qisqichbaqalar turkumiga, sinfiga kiradi siklop. Bo'rtma nematodasi. O'simliklardan aynan g'o'za, pomidorlarni ildizda parazitlik qiladi va bo'rtmalar hosil qiladi. Kichkina bo'rtmachalar hosil qiladi. Mana shunaqa. Zerikib qolmagan bo'lsanglar, keyingi ma'lumotlarni berishlikda davom etamiz. Halqali chuvalchanglar. Halqali chuvalchanglarga vakillar mana yomg'ir chuvalchangi, nereida va zulik. Yomg'ir chuvalchang. Birinchi halqali chuvalchanglarda o'zini ma'lumotlari bilan tanishib chiqsak. Bu yerda tanasi bo'g'imlarga ko'plab bo'linganligi uchun halqali chuvalchanglar nomini olgan. Ya'ni tanasida halqalar juda ham ko'p. Halqali chuvalchanglarni qon aylanish sistemasi mavjud. O'zi bularda qon aylanish sistemasi paydo bo'ldi. Va bu paydo bo'lish arimorfoz deb ataladi. Biz yuqori sinf kitoblarida arimorfozga
to'xtalib o'tamiz, hozir emas. Yomg'ir chuvalchangini ozuqalari chirindilar bilan ozuqalanganligi uchun bu tabiat sanitari deb turib kiritilgan edi. Tuproq hosil bo'lishda ham ishtirok etadi. Chuvalchang qazigan inga tuproqqa havo osongina kiradi va u yerdagi o'simliklar oson nafas oladi, ildizi orqali ham, va suv quysak, u chuvalchang qazigan in orqali suvlarimiz osongina o'simliklarga o'zlashtiriladi. Bu yomg'ir chuvalchangini ishi edi. Endi keyingisi nereida. Nereida bu ikki yon tomonidan uzun tuklarga ega. Yomg'ir chuvalchangida bunaqangi uzun tuklar yo'q. Nereidada esa bor. Bu tuklar orqali suv tubida harakatlanadi. Bu tuklar dastlabki oyoq deyilgan. Dastlabki oyoqlar shu ko'rinishda edi. Hozirgi eng mukammallashgan oyoqlardan biri odamlarning oyog'i deb hisobga olsak, dastlabki oyoqdan farqi anchagina katta. Keyingisi tibbiyot zuligi. Tibbiyot zuligidan biz nima maqsadda foydalanamiz? Albatta, o'zimizdagi keraksiz iflos bo'lgan qonni chiqarib yuborishlikdan. Va bu zulik o'zidagi girudin moddasini qonimizga quyib, so'lagi tarkibida girudin degan modda bor, qonimizda suyuqlashtirib beradi. Qo'yiqlashib ketgan qonlarni suyuqlashtiradi. Har birini qisqacha ma'lumotlarni ham o'qib yetkazib beramiz. Yomg'ir chuvalchangi tuproqda yashayapti va tuproqni yumshatadi, unumdorligini oshiradi. Tabiat sanitari deb aytiladi. Nereida? Dengizlarda yashaydi. Yon tomonlaridan o'simtalari mavjud. O'simtalarning nomini parapodilar deb ataymiz. Bular dastlabki oyoqlaridir. Keyingisi zuliklar. Zuliklar yirtqich deyiladi yoki parazit holatda hayot kechiradi. Tibbiyot zuligidan qon bosimini tushirishda foydalanamiz. Keyingi tipimiz mollyuskalar. Mollyuskalar o'zining ichida bo'linadi. Qorin oyoqli mollyuskalarga, keyin ikki pallali mollyuskalarga, oxiri bosh oyoqli mollyuskalarga. Qorin oyoqli mollyuskalarga misol shilliqurt, ikki pallali mollyuskalarga misol esa baqachanoq. Bosh oyoqli mollyuskalarga esa sakkizoyoq kiradi. Mollyuskalarning o'zi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Mollyuskalar ko'pchilik vakillari 3 qavatli chig'anoqqa ega. Chig'anoqning eng tashqi qavati organik hisoblanadi. O'rta qavati esa ohakli, ichki qavati kamalak rangda tovlanuvchi qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni chig'anoqni ochsak, eng tashi organik, o'rta ohaklik, ichkisi kamalak rangda. Terisi shilimshiq bilan qoplangan va uni biz mantiya deb ataymiz. Ko'pchilik shilliqurtlar o'simlikni yashil qismini yeb zarar keltiradi bizga. Baqachanoqlar esa suv tubida yashab, u yerdagi organik moddalar bilan oziqlanib, suvni filtrlaydi, ya'ni tozalaydi. Shu yo'l bilan suvni anchagina toza holatda ushlab turadi. Keyingisi bosh oyoqlilardan sakkizoyoq. Sakkizoyoqni aynan har bitta paypaslagichida so'rg'ichlari joylashgan. U so'rg'ichlari ushlagan o'ljasini, ya'ni balig'ini qochib ketmasligini ta'minlaydi. O'sha orqali oziqlanadi. Agarda sakkizoyoqni o'ziga birorta bir yirtqich, akula yoki boshqa bir baliq hujum qilib qolsa, u sakkizoyoq o'zidan siyoh modda chiqaradi-da, dushmanni chalg'itib, o'zini qochishiga imkon yaratadi. Sakkizoyoqlar ham xuddi meduzalar singari reaktiv harakatlanadi. Soyabon singari qisqarib, ichidan suvni otilib, reaktiv harakatlanadi. Yani shunaqa. Endi o'zlari haqida qisqa ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Shilliqurt usti buralgan chig'anoq bilan qoplangan. Albatta hammamiz ko'rganmiz, bunday buralgan bo'ladi. O'simlik barglari bilan oziqlanadi. Hozirda shilliqurt orqali yuz parvarishlash ko'payib ketdi. Ko'pchilik bu shilliqurtlarning ko'rinishini biladi. Baqachanoq chig'anog'i ikki palladan iborat. Sizlar buni ko'z oldinglarga keltirishlar uchun dengiz osti chig'anoqni ochganda ichida marvarid turadi. Xuddi shular
ikki pallali mollyuskalar deyiladi. Bunga bitta misol mana baqachanoq. Suvni tozalovchi biofiltr hisoblanadi bu. Sakkizoyoq haqida qisqacha ma'lumot. Dengiz yirtqichi hisoblanadi. Chig'anog'i yo'q. Paypastlagichlari 8 ta emas, 8 tadan 10 tagacha. Bularning kattaligi 3 santimetrdan 5 metrgacha yetib boradi. Gigant deb ataladiganlari 5 metrdan ham kattaroq bo'ladi. Siyoh xaltasi mavjud bularda. Keyingi tipimiz bo'g'imoyoqlilar tipi. Quyidagi 3 ta sinfga bo'linadi. Qisqichbaqa simollar sinfi, o'rgimchak simollar sinfi va hasharotlar sinfi. Bo'g'imoyoqlilarni o'zi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bo'g'imoyoqlilar tanasi va oyoqlari ko'plab bo'g'imlarga bo'linganligi sababli bo'g'imoyoqlilar deb ataladi. Tashqi tanasi, ya'ni skeleti xitindan iborat. Bizniki singari suyaklari yo'q. Ularning skeleti o'sha tashqi tomondan qoplangan xitin. O'sha skelet bo'la oladi. Kiradigan sinflarini aytib o'tdik. Qisqichbaqa simollar, o'rgimchak simollar va hasharotlar sinflari. Qisqichbaqa simollar ichida vakil daryo qisqichbaqasi. Bu ham chuchuk suvda yashaydi va o'sha joydagi chuchuk suvdagi oziq moddalarni yeb, hayvon qoldiqlarini yeb, suvni tozalaydi. Yirtqich holatda yashaydi bu ham. Keyingi ma'lumotimiz o'rgimchak simollar haqida ketadi. O'rgimchak simollardan vakil butli o'rgimchak. Butli o'rgimchakda urg'ochisi to'r to'qiydi va to'ri ikki xil iplardan iborat bo'ladi. Birinchisi to'g'ri iplari, tekis tortilgan iplari, ya'ni ko'ndalang yoki gorizontal iplari. Ular yopishmaydi, u yerda o'zi yuradi. Va aylanasimon iplari bo'ladi. Aylanasimon to'qilgan iplari yopishqoq bo'ladi. Ular o'ljani tutishda yordam beradi. Mana shunaqa tutqich to'rlari. Keyingisi hasharotlar. Hasharotlardan vakil qilib xonqizini oldik va xonqizini tashqari tomondan rangiga biz izoh berib ketsak. Uni qizil rangi ichida nuqta qora ranglar turishi hasharotlar va butun boshli hayvonot dunyosidagi ogohlantiruvchi rang hisoblanadi. Va u ogohlantiruvchi rang qolgan hayvonlarga nima deb ko'rinadi? Sassiq suyuqligim bor deb ko'rinadi. Ya'ni qizil rang orasidan nuqta qoralari bo'lishligi mening sassiq suyuqligim bor, menga tegma degan ma'no bildiradi. Mana shunaqa. Xonqizi yirtqich holatda hayot kechiradi. Shirabitlarni yeb bizga foyda keltiradi. Shirabitlarga esa albatta ziyon, ularni yeb qo'yadi. Bular haqida qisqacha ma'lumotlar. Chuchuk suvda yashayapti daryo qisqichbaqasi, suv sanitari hisoblanyapti. 5 juft yurish oyoqlariga ega bo'lyapti va birinchi boshdagi jufti qisqichga aylangan. Qisqicha ikkalasi tengmas, bittasi katta, bittasi kichik bo'ladi. Bu fakt. Butli o'rgimchak quruqlikda yashaydi. 2 xil nafas olish a'zosiga ega: o'pka va traxeya. O'ljasini tutish uchun to'r to'qiydi, ammo hammasi ham emas, to'r to'qimaydiganlari ham mavjud. 4 juft yurish oyoqlari mavjud va 4 juft oddiy ko'zi ham mavjud. Ya'ni 4 juft degani 8 ta. 8 ta ko'zi bor. Aynan butli o'rgimchakda. O'rgimchak simollar sinfiga chayonlar ham kiradi. Kana ham kiradi. Endi hasharotlar sinfidan xonqiziga qisqacha ta'rif. Foydali yirtqich hasharot o'simlik bitlarini yeydi va qizil rangi unga ogohlantiruvchilik hisoblanadi. Va nihoyat umurtqasizlar katta tipini tugatdik. Umurtqalilar tipini boshlaymiz va umurtqalilar tipidan bizga birinchi bo'lib baliqlar. Baliqlarni o'zi haqida ma'lumot bersak. Baliqlar sinfi baliqlar suyri shaklda bo'ladi tanasi va suyri shakli tanasini tashqi tomondan shilimshiq bilan qoplanganligi suvda oson harakatlanishga yordam beradi. Jabralari yordamida nafas oladi. Biz o'pka orqali nafas olsak, u jabra orqali nafas oladi. Jabrasi suvda erigan kislorod orqali nafas olishlikka imkoniyat yaratib beradi. Qon aylanish sistemasi yopiq.
qon aylanish sistemasi yana keldik va bularda yurak paydo bo'lgan. Yuragi 2 kamerali. Yuragida faqat venus qon oqadi. Buni bilib olinglar. Sovuqqonli hayvon hisoblanadi. Tana harorati tashqi muhitga bog'liq. Ya'ni sovuqqonli degandan keyin uni tana harorati tashqi muhit sovuq bo'lsa sovuq bo'ladi, tashqi muhit issiq bo'lsa, uni tanasi ham issiq bo'ladi. Agar tashqi muhitda harorat ortsa, baliqlar oson harakatlanadi. Ya'ni harakati tezlashadi. Agarda tashqi muhitda harorat pasaysa, ularni harakati sustlashadi yoki karaxt holatga o'tib qoladi. Lekin harorat ortishligi ularni 100 gradusda bemalol yuradi degani emas. 100 gradusda pishib qoladi ular ham. Biz uchun optimal bo'lgan graduslar, ya'ni 20 gradus, 16 graduslar ular uchun optimal. Ularga bittadan misol zog'ora baliq chuchuk suvda yashayapti, tanasida suzgich pufagi bo'lyapti. Keyingisi qilquyruq, dengiz baliqlari sirasiga kiryapti. Dum qismida uzun xivchinga, ya'ni qilga o'xshagan dum suzgichi bor. Ya'ni dum suzgichi shunaqa uzun xivchinga o'xshaydi. Keyingisi manta. Manta yirik skatlar turkumiga kiradi. Ya'ni okeanlarda yashaydi. Bu mantani sizlar ko'rgansizlar. Nemo multfilmida Nemoni maktab ustozi manta edi. Baliqlar sinfidan keyingi sinf amfibiyalar sinfi. Bu o'zimiz tilda suvda hamda quruqlikda yashovchilar deyiladi va bunga misol qilib biz qurbaqani kiritamiz. Amfibiyani o'zini haqida ma'lumot. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfiga kiradi. Ya'ni bular suv yaqinida yashaydi. Suv yaqinida yashashligini sababi esa tuxumlarini suvga qo'yadi. Va bolalari suvdan rivojlanib chiqadi. Shuning uchun suvdan uzoqqa ketib qolmaydi. Bular o'pkasi yordamida nafas oladi. Qon aylanish sistemasi yopiq, ikkita doiradan iborat. Kichik va katta. Yuragi esa 3 kamerali. Yuragi 3 kamerali bo'lsa ham, kichik va katta qon aylanish doirasidan iborat bo'lsa ham, bular ham sovuqqonli hayvon hisoblanadi. Sovuqqonli hayvon. Tashqi muhitga tana harorati bog'liq. Misollari qurbaqa hasharotlar bilan oziqlanadi, terisi nam va silliq bo'ladi. Salamandra dumli amfibiyalar turkumiga kiradi. Ya'ni baqani dumini ko'rmagansizlar, ular dumsizlarga kirardi. Salamandra esa dumlilarga kiradi. Terisi zaharli suyuqlik bilan to'lgan, ya'ni zaharli suyuqlik chiqaradi. Ehtiyot bo'lish kerak, bunga teginmaslik kerak. Triton suv havzalarida yashaydi, buni ham dumi bor. Xuddi salamandrarniki singari. Biz keyingi sinfga o'tamiz. Reptiliyalar. Reptiliyalar bu sudralib yuruvchilar sinfi degani. Sudralib yuruvchilar sinfini ma'lumotlarini aytishlikda o'tamiz. Sudralib yuruvchilar asosan O'rta Osiyo cho'llarida keng tarqalgan. Tanasi muguz tangacha bilan qoplangan hisoblanadi. O'pkasi katakchalarga bo'lingan, yuragi esa 3 kamerali. Bular ham sovuqqonli hayvonlardir. Tuxumlarni quruqlikka qo'yadi. Bular suv yaqinida yashashligi shart emas. Tuxum qattiq po'choq bilan qoplangan tuxumi va sariqlikka boy hisoblanadi. Endi reptiliyalarga misol kaltakesak birinchi o'rinda. Dumi uzilib ketsa qayta tiklanish, ya'ni regeneratsiya xususiyati bor, faqat dumida. Boshini uzib yuborsanglar qayta tiklanmaydi. Juda ham chaqqon hayvon hisoblanadi. Eshitishi ham juda kuchli. Hattoki hasharotda yurayotganida tovushlarni eshita oladi. Keyingisi ilon. Ilonlarni oyoqlari bo'lmaydi. Jag'lari cho'ziluvchan bo'ladi. Ya'ni o'zidan ancha yirik bo'lgan hayvonni o'ljani ham butunligicha yutib oladi. Chaynonmaganidan keyin butunligicha yutib oladi. Zahar bezlari bo'ladi bularda. Keyingisi timsoh. Timsohlar yirik va yirtqich reptiliyalardan hisoblanadi. Suvda ham, quruqlikda ham yashaydi. O'zi asosan suvda yashashligi sabab yashamaydi-yu, suvda ov qiladi. Quruqlikka esa tuxum qo'yadi. Terisi juda ham qalin va u qalinligi unga qalqon vazifasini o'taydi. Va bu
qalin terisidan ayollarimizga sumkalar, ayollarimizga tuflilar tikilyapti. Keyingi sinf qushlar sinfi. Qushlar sinfi haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qushlar havoda uchishga moslashgan hayvonlar hisoblanadi. Tanasi pat bilan qoplangan. O'pkalaridan keyin havo xaltachalari bo'ladi va u havo xaltachalari o'pkasiga ulanganligi uchun va o'sha sababdan bir marta olgan havosidan 2 marta nafas ola oladi. Yuragi 4 kamerali. Уже 4 kamerali bo'ldimi, bular issiqqonli hayvon hisoblanadi. Bularni tana harorati tashqi muhitga bog'liq emas. Ya'ni qishda bularni tana harorati sovib ketadi degani emas. Qishda ham issiq bo'ladi, yozda ham issiq bo'ladi. Tana harorati o'zgarmas, doimiy holatda bo'ladi. Oldingi oyoqlari esa qanotga aylangan. Tuxumlarni bosib yotib ochadi. Mana shu jo'ja yoki jish bola ochadi. Ularning farqini biz yuqori sinf kitoblarida o'rganamiz. Bunga misol kabutardan boshlaymiz. Ya'ni kaptar tinchlik ramzi, don bilan oziqlanadi. Bolasini o'zi tashqaridan olib kelgan donlari bilan, mayda donlari bilan oziqlantiradi. Keyingisi tovus. Chiroyli patlari bilan mashhur albatta, dekorativ qush. Keyingisi yirtqich qushlardan burgut. Yirtqich qush ko'zlari juda ham o'tkir. O'zi bitta burgutda emas, hamma qushlarda ko'zlari juda o'tkir. Burgutda yanada o'tkir. Tirnoqlari juda baquvvat. O'ljani mahkam ushlab olishligi, changallab olishligi uchun. Eng yuqori, ya'ni eng yuksak umurtqalilardan biz sut emizuvchilarni tanishib o'tamiz. Sut emizuvchilarni o'zini ma'lumotlari. Bolasini sut bilan boqqanligi uchun bularga sut emizuvchilar nomi berilgan. Tanasi jun bilan qoplangan, o'pkasi yordamida nafas oladi. Bular lekin bir marta olgan havosidan 2 marta nafas ola olmaydi. Yuragi 4 kamerali va issiqqonli hayvon. Bu sinfga hasharotxo'r sut emizuvchilardan tortib primatlargacha bo'lgan hayvonlar kiradi. Hop, misollar kiritamiz, aytib o'tamiz. Ot. Toq tuyoqli hayvon. Transport vositasida foydalanamiz. Buni boshda ham aytib o'tdik. Kiyik. Juft tuyoqli hayvon, tog' va o'rmonlarda yashaydi. Keyingisi yo'lbars. Yirik mushuksimon yirtqich. O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Ya'ni Turon yo'lbarsi yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketyapti. Bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hammanglarga rahmat. O'rganayotgan ilmlarimizni Alloh yanada ziyoda qilsin, foydali qilsin. Hammanglarga xayr. Sog' va salomat bo'linglar.